Aziz do'stlar, estrada xonandasi Ulug'bek Yo'lchiyevni taniganlar bormi? Yur aylanib adirga, kelamiz birga. Va videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz Ulug'bek Yo'lchiyevni o'zlari bilan bog'landik. Inshaalloh 28-oktyabr sanasiga kim to'y qilib turgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu videoga ko'proq like bosib, ana shu to'y qilib turgan do'stlaringga bu videoni jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, akajon. Ulug'bek Yo'lchiyevga to'g'ri tushdimi aka? Shunday, akajon, to'g'ri. Aka, Yashnar Ziyo degan bloger bo'laman men. Aha. Eshitganday bo'ldim, aka, bir ko'rdim. Do'stim, sizga telefon qilishimiz sababi bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Aha. Biz Vodiyda, ya'ni Qo'qonda, Farg'onada, umuman Vodiyda bir loyiha qilganmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Aha. Bir imkoniyati cheklangan oilalar, ya'ni o'sha mashhur san'atkorlarni olib kelishni xohlaydi-yu, lekin olib kelishga bir mablag'i yetmaydi, imkoniyati yetmaydigan oilalar to'yiga bir Allohning yo'lida kirib, xalqimizni xursand qilib, kayfiyatini ko'tarib, shunchaki bepulga, unaqa pulga emas, bepulga kirib, xalqimizni xursand qilib chiqib ketish degan bir loyiha qilganmiz. Bo'ladi, aka. Shuning uchun sizga taklif bilan chiqib turgandim. Agar imkoningiz bo'lsa, 28-oktyabriga deb o'zimcha plan qilib turibman. Endi sizda qanaqa bo'ladi vaqt, sharoit, imkoniyatingiz, shundan kelib chiqqan holda siz bilan bir kelishib, agar yordam qilsangiz, bironta bir baxtli oilaning to'yiga kirib, xalqimizni xursand qilib berib chiqib ketsangiz, yana ham bir xursand bo'lardik. Keyin xalqimiz ham duo qilardi sizni, juda bir mamnun bo'lishardi. Bo'ladi, aka. 28-oktyabrga bir imkoniyatingiz bormi do'stim? Asrimiz, aka, qarang. Oktyabr, ha? Aha, oktyabr. Vodiydamiz, aka. Vodiydami xizmat? Farg'onadaysan. Soatlari hozircha aniq bo'lsa sizda. Yo'q, soatlar. Ha, bo'ldi, tushunarli. Yozilgan, to'ydan bir kun bog'lanib